Telefonda har doim nima so'raysiz? Motivasi. Motivatsiya. Men motivatormanmi? Yana kimni so'raysiz mendan? Volvokan. Volvoka yo'qlar. Volvoka yo'qlar. Birinchi xonami? Bu yerda qayerda ishlamoqchisan? Şeyde. Yanachi? Boshqa ko'rsam. Aka urushib bo'lsa-chi, boshliq bilan urushib bo'lsam-chi, urushib bo'lsa, dedomlar bilan. Nima qilasan? Urushganmi? Urushganmi? Ketami? Anaqmi? Oila olib turgan bo'lsan, ro'zg'or bo'lsa, abanglar seni bilan qarab turgan bo'lsalar, ketasanmi? Nima hech ketmaysan? Chunki ro'zg'or mana bu boshqarganman, qanqa? Hech kim boshqaribdi? Dedamlar. O'sha xuddi o'zing boshqaritgandakka oilani ishlagin. Tushundingmi? Tushundingmi? O'shanda bir nima bo'ladi. Bo'ladi motivatsiya? Bo'ladi. Bo'lsa bu. Nima qilasan endi? Qattiq ishlayman. Yo'q. Ha, Boshqacha. qanaqa? Boshliq bilan urushib qolsang-a, tortishib qolsang-a. Xo'p bo'pti-da. Yo'q, hop bo'pti emas. Bir hafta sabr qiladi. O'tib ketdi. Bir hafta ichida o'tib ketmaydigan bo'lsa, keyinchi ketgin. Nimaga degan savolga javob topgin-da. Nimaga ketibman deganda, nimaga deganda sabab bo'lish kerak. Asosli bo'lish kerak. Ertachi ketganingdan keyin uyda pulsiz yotganingda yo boshqa bo'lganda bekordan ketmadimmi? Chunki meni g'ururimga tegdi, nafsoniyatga tegdi degan narsa bo'lish kerak-da. Nafsoniyating tegsa, g'ururing tegsa chiqet. Boshqachasiga sizgacha boshliq o'g'li. Mashta savol. Sizga pul kerak, motivatsiya emas. Hech narsa kerak emas. Yashadan bo'ldi. Zo'r motivatsiya bo'ldi. Yashasam bo'ldi. Qo'yib olsam dongligingdan maylami? Qo'yib olsam? Bilmayman. Bilamiz-da. O'chirib tashlagan Allah. Senimi? Instagram'imi? Seni ko'rmaylami? Baqa motivatsiya bitdi, bag'da motivatsiya oldi. Yashasam bo'ldi.